40 kun davomida Voqea surasini xatm qilasiz dedilar. Xatm qilganda ham o'zini qonun qoidasi bor. 40 kun davomida birinchi kuni 1 marta, ikkinchi kuni 2 marta, 40-kuni 40 marta xatm qilishingiz kerak dedilar. Aytdim, bo'ldi, qilsa bo'ladigan narsa ekan deb kirishdim. Birinchi kuni bitta xatm qildim, ikkinchi kuni ikkita, 18 va 19-kuni ketadigan bo'lib qoldim, qolib ketdi. Keyin ustozimdan so'rasam, aytdilarki, endi siz bitta xatm qarz bo'lib qoldingiz, uni uzmasangiz bo'lmaydi. Ha, mayli dedim. Shunaqa bo'lib, xatmni tugatish o'rniga minusga kirib ketishni boshladim-da. Keyin to'xta dedim, hayotimni tartiblamasam bo'lmas ekan dedim. Voqli turishni yo'lga qo'yishni boshladim sekin, yozishni boshladim sekin, tezroq o'qishni o'rgandim. 3 daqiqada emas, 1,5 daqiqada Voqea surasini yodlab oldim. Xullas shunaqa qilib sekin-sekin hayotimni o'zgartirishni boshladim. Voqli turaman, xatmni qilaman, boshqa ishlarni qilaman. Lekin hayot qiziq, bir kun biznes, bir kun kasal bo'lib, shu asnoda 4 ta xatm qarzman. Keyin birin-ketin ulardan qutulishni boshladim. Mana shu oddiygina 40 kunlik xatmga mana 1 yil umrim ketdi. Lekin shu orada men hayotimni to'g'irladim, voqli turishni o'rgandim, ishlarimni rejalashni yo'lga qo'ydim. Va shu orada bizani ishlarimiz ham sheriklar bilan juda ham yurishib ketdi. Mashinalar oldim, uy qurishni boshladim, qarzlarimdan qutuldim. Zo'r bo'lib ketdi ishlarimiz. Va taxminan 1 yildan keyin mana shu 40 kunlik xatmni tugatdim.